Voy mazzaligini qarang. Ikki xil rang pulti bor. Xohlasangiz kiyimingizga moslab, oq yoki qorasi. Undan tashqari kalitchalari ham bor ekan. Atigi 2000 probeg uchun shunaqangi ishkalar narxga Srochniga Genesis G80 ni bosib olsangiz bo'ladi. Bu bunaqa arzon berilayotganga yili eski deb o'ylamang. 2026 mana. Kuzov ham 2026, texpasport ham 2026, atigi 2000 yurgan ikkitalab pul, hamma yoq 2 bo'yatibdi. Hakki rangi yangicha 2026 massajlarigacha bor, bechara komplektatsiya emas. Face ID, отпечатка палец, head-up displaylarigacha bor bularning ko'pida bilasiz, luka bo'lmaydi. Salon rangi ham takoy to'q qaymoq rang degan bo'ladi. Mashinada masla mashina haqida kelib to'xtab so'radi. Bilasiz, 80 mingdan malol 80 minglar uzoq 2000 yurmagan yangilarni olaman desangiz agar surishtirgan bo'lsangiz o'tlar avtosalonlardan. Srochniy kraskasi top toza. Mana shu Genesis G80 ni 69 mingga bosib olsangiz bo'ladi. Va orqadagi boshqaruv panellarini, knopkalarni ko'ryapsizmi? Orqadagi pardalarni ham даже elektronniy ochib olasiz. Eshiklarda даже pardalarigacha bor. Bosib oling. Shunaqangi yumshoq mashina qarang. Salafanlarigacha hali shilinmagan. Targ'ab stajenlarga ketib qoladi. 2,5 turbina motor.